Restoranli biznesdagi aka-ukalarimizni siz uchun bugun idealli joy. Dva v одном, aka, choyxona ham milliy taomlar, Sergeli Xonobodda joylashgan joyimizni o'ng qo'limizda Xonobod masjidi, chap tarafimizda bo'lsa Xonobod Avenuedan kelaverishimizda yo'l yuzida joylashgan mana shu joyimiz. 10 sotiq binoni kvadraturasiga keladigan bo'lsak 1000 kvadrat. Oldida ko'rayotganingizdek mashina qo'yish uchun parkovочный zonalarimiz qilib qo'yilgan. Ichkariga kiramiz. 2 qavatli bino, общий bizda 13 ta xonamiz bor. Undan tashqari direktorskiy xona, erkaklar, ayollar uchun alohida sanuzellarimiz qilib qo'yilgan. O'rtada katta dekorativniy fontan, ichida baliqlarni ham boqib qo'ysa bo'ladigan sharoiti bilan va shu xonalarimizdan tashqari bu yerda choyxonamizga alohida e'tibor berilgan narsalar. Birinchi xonamizdan boshlaymiz. Bu xonamizni salat qilish uchun alohida xonamiz bor. Suviga, даже filtrlarigacha qo'yib qo'yilgan. Ikkinchi xonamizga keladigan bo'lsak, bu oshxona, birinchi oshxonamiz baliq tayyorlash uchun alohida. Keyin bu yerda bizani katta asosiy oshxonamiz 14 ta o'choq qozoni bilan joylashgan va endi xonalarimizga birma-bir o'tamiz. Baliqlarni tashab qo'ysangiz yozda juda chiroyli bo'lib turadi. Ko'rayotganingizdek 2 qavat, remontlari yangi, hali ochilganiga 1 yil bo'lmagan. Hozir holatini o'zingiz birma-bir ko'rasiz, xonalarni holatini. Bu yerda bizani sklad, posudomoyka xonamiz joylashgan va shunday yonida bo'lsa, bu bizani birinchi xonamiz. Har bitta xonada konditsioner, televizor, Wi-Fi-larigacha joylashgan. Bu bizani divanli xonamiz bo'ldi. Keyin oldima ketdan xonalarimiz joylashgan. Bu yerda birma-bir milliy taomlar deb men bekorga aytmadim. Mana shu joyda bizani milliy taomlar, ya'ni kafemiz joylashgan. Ko'chadan keladigan mijozlarimiz bo'lsa, shunda kirishadi. O'choq qozonlarimizni, shashliklarimizni qo'yib qo'yilgan. Shashlik desiz, shashlik pishirib berishadi. Shunda o'zingiz ko'z yonida svejiy baliqlarni ham mana shu qozonda alohida pishirib berishadi. Ko'rayotganingizdek, kelib oshna og'aynilar bilanmi, oilaviy o'tirib ovqatlanib ketsangiz bo'ladigan sharoitlari bor. Ikkinchi qavatga o'tamiz. Endi ikkinchi qavatdan bitta ko'rsatib o'taman. Ikkinchi qavatimizda oka birinchi VIP xonalardan boshlamasa bo'lmaydi. Xonalarni okam yorib yoribdilar. Mana buna qarang. Kirib keldik, birinchi VIP xonamiz o'zini bilyardnisigacha qo'yilgan. Bu yerda ovqatlanib o'tiradigan joyimiz va PlayStationlarimizgacha qo'yib qo'yilgan. Bu birinchi VIP xonamiz bo'ldi. Ikkinchi qavatdagi. Birinchi qavatda ham bitta VIP xonamiz bor edi. Keyin shunday yo'ligimizdan o'tganimizda bo'lsa, bu bizani ikkinchi VIP xonamiz. Hozirgisidan kattaroq. Ko'rayotganingizdek, xuddi shunaqa bilyardli stollarimiz va ovqatlanib o'tiradigan joyimiz va bu joyimizni ham ko'rayotganingizdek o'zini PlayStationlarigacha qo'yib qo'yilgan. Ikkinchi qavatimizning o'zida katta terrasamiz bor. Bu yerda ham yozda o'tiradigan joy bemalol qilib qo'ysangiz bo'ladi. Erkaklar, ayollar uchun bu yerda bizani alohida sanuzellarimiz qilingan va ikkinchi qavatimizdagi xonalarni ham birma-bir ko'rsatib o'taman. Birinchisi bu ko'rayotganingizdek divanli zona qilingan. O'zini ichida har bitta xonamizni televizor, konditsioner, Wi-Fi-larigacha qilingan. Uzun yo'li naves xonalarimizga oldima-ketin o'tiladi. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu bizani mana shunaqa tapchanli xonamiz joylashgan. Oyoqni cho'zib, bemalol ulpatlar bilan o'tiradigan joy qilingan. Katta xonamiz bo'ldi bu. Shunday yo'ligimizdan o'tganimizda bu yerda bizani direktorskiy kabinetimiz joylashgan va keyingi xonamiz bo'lsa, sal kichkinaroq xonamiz. Xuddi shunaqa tapchanlari bilan joylashgan. Eng glavniy narsa, okay? Hech qanaqa kommunikatsiyadan muammo yo'q. Alohida choyxonamiz uchun 100 talik tepasigacha eshigimizning tagiga qo'yib qo'yilgan 10 sotiqli joy. Tayyor ishlab turgan biznes. O'zingizni agar qanaqadir ovqat brendingiz bo'ladigan bo'lsa, olib kirib, o'sha brendingizni cho'tki qilib rivojlantirishingiz uchun idealli joy. Hozirgi kunda ishlab turibdi. O'zini Instagram profillarigacha bor. 10 sotiq, binoni kvadraturasi 1000 kvadrat, 2 qavat foydalanishingiz uchun podval qismimiz bor. Podvalimizda xolodilnik, sklad, ishchilarning xonalarigacha qilib qo'yilgan. Primoy, o'rtada hech kim yo'q. Joyi egalarining telefon raqamini videoni opisaniyasida yozib qoldirdim.